Obidin Mahmudovning farzandi noma Asaridan o'q etikcha hikoyasini tinglang. Fazliddin va Xonzoda turmush qurishdi. Ularning baxtiga hamma havas qilardi. Ular baxtli hayot kechirishardi. Ammo kunlarning birida Fazliddin kutilmaganda odam urib yuboradi. O'sha odam vaziyatdan foydalanib Fazliddinning borbudini shilib oladi. Fazliddin qashshoq bo'lib qoldi. Uning 3 yoshli qizaloqi otasidan orzusidagi oq etikchani olib berishini iltimos qiladi. Bu orada Xonzoda boyvachcha bir erkak bilan yura boshlaydi. Bir kuni o'sha boyvachcha Fazliddinning qizini mashinada urib ketadi. Qizaloq shifoxonaga tushadi. Fazliddin qizaloqining yoniga chopib keladi. "Qizim, senga orzu qilgan oq etikchangni olib keldim", deydi u iglab. Lekin endi kech edi, qizaloqning 2 oyog'i kesib tashlangan edi. Oq etikchalar endi keraksiz bo'lib qoldi. Bu hayotning achchiq sabog'i edi.